Assalomu alaykum boshliq. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Uzr boshliq, qo'limiz kiriydi. O'rtoq, bunda o'tirma. Ham ustingga buni kiyib olgan, havo sovib qoldi. Rahmat o'rtoq. Problemalar ko'payib ketganiga issiq suvini ham farqiga bormay qolma. Problemalar hammada bor, o'rtoq, shamollab olmagin. Menga qarang, xotinlarga o'xshab gap sotmay ish qilalaring hozir xo'jayin kelyapti. Bo'ldi, hop. Oyligingni olsan. Mamitlarni kelib chiroyli qilib qo'ymaysanmi? Qarang shu cho'chilar o'rtalari bo'm-bo'sh turibdi. Hozirni kelsa sasiydi yana Mamitda menga. Bo'ldi, aka qilyapmiz-ku. San nima qilyapsan? Santexnika bo'limini to'g'rilab chiqolma aka. Sanlan deb undan gap eshitsam boru, yoraman ham men. Tez-tez ishingni qil bilib. Ha bolalar, hormanglar. Charchamayapsizlarmi? Assalomu alaykum boshliq. Va alaykum assalom. Uzr boshliq, qo'limiz kiriydi. Qo'ling kir bo'lsa, iching kir bo'lmasin. Charchamayapsizlarmi o'zinglar? Assalomu alaykum, xo'jayin yaxshi keldingizmi? Tuzumimiz tinchmisiz? Katyollarni hammasini sotib bo'ldi siz aytgan narxda. Uje ikkinchi partiyani ham yarmi sotilib bo'lindi. Yaxshi qilibsan o'rtoq, lekin xo'jayinni hamma oldi uyal turg'magan iltimos. Sanlar nima qilyapsanlar? Kirib tez-tez ish qilmaysanmi? To'xta. Nima bunaqa muomala qilyapsan bularga? O'rtoq, bu bitta mardikor bo'lsa, pulini olyapti. Nima farqi bor, ishini qiladi. Menga qara o'rtoq, qanaqa holatda ko'tarilganini esingdan chiqib qoldimi deyman-a? Mardikor degani odam emas-ku, to'g'rimi? Hozir senga, menga berayotgan omadni bunga berishi mumkin emasmi o'rtoq? Hech shu narsani o'ylab ko'rmaganmisan? Menga qara o'rtoq, bu bitta mardikor bo'lsa. Buni peshonasiga hayotda yozilmaydi men bilan senga o'xshab yashash. Yur ichkariga kiraylik. To'xta. Bir kishi pul topib, bosar tusaring bilmay qolsan-a? Ertadan ishdan bo'shading. Shu bolalar ertaga ish boshqaruvchilik qiladi.